8 yil oldin yangi kelinchaligimda juda ham ko'p xafa bo'lardim qaynamdan. Ya'ni ular meni qizidek ko'rmayapti deb yig'lab, bir-birimizni tushunmovchiliklar ko'p bo'lardi. Yillar o'tgan sari tushundimki, qaynamda ayb emas, o'zimda. Ya'ni ularni qayna o'rnida ko'rganman, ona o'rnida ko'rmaganman. Agar kelin qaynani ona o'rnida ko'rmasa, qayna ham kelinni qiz o'rnida ko'ra olmas ekan. Glavniy sekret shunda ekan. Shuni tushungandan keyin farzand sifatida qaynama orzularini birinchi o'ringa qo'yib, ularning orzularini ro'yobga chiqarishni boshladik. Va bugun yana bitta orzularini ro'yobga chiqarish uchun surpriz tayyorlab qo'ydik. Birlar reaksiyalarini ko'ramiz. Oyijon, O qizim, men bu sizga. nimani kaliti bu? Bu surprizda. Nima kameraga olyapsiz? Yuring, sizga ko'rsataman. Yana prank basmi? Yo'q. Oyijon, Afketlar qizim. oching ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mashallah. Bu sizning yangi ofisingiz, Oyijon. Rostmi? Ha. Yadimni ro'yobga chiqarib berdinglar. Shu ofisda endi o'z ziyoratchilaringizni, turlaringizni hammasini shu ofisingizda o'tirib ishlab, orzularingizdan biri ro'yobga chiqdi degan umiddamiz. Umraga ishonarli, litsenziyali firma o'qtirayotgan bo'lsalaring, oyijonimga murojaat qilasizlar. Mashallah yarashganini oyijon. Alloh rozi bo'lsin, baraka topinglar, bolalarim.